Bugün bir fayzli xonadonimizda Nilüfer Mebel jamoasi premium sifatdagi mebellarni taxlab berganmiz. Xitoy, Toshkent mahsulotlari birma-bir ko'rsatib beraman. Shunga odam siz bir like bosib, xolis niyat qilib turing, hammamizga shundaylar nasib etsin. Birinchi navbat shu girishdan boshlaymiz. Giraverishini Sulton divan kreslariga qo'yib berganmiz. Hamma mashhur bunda sofasi albatta boshqaga qo'yiladi. Keyin bunda Safiya stolimiz 12 odamli. Umuman chiroyli bo'lib tushgan. 601 modelidagi Toshkent mahsuloti bo'lgan penalkam. Xo'p, keyin bu yoqda zalindagi narsalarni ko'rsataman. Girishda birinchi bo'lib Sheyx divan kreslolari 2025-2026 yilda eng trendga chiqqan divan kreslolardan biri. Keyin bu yoqda konsol, kamdan kam odam qo'yadi. Umuman chiroyli narsa, tushishini ko'ring. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Uglimizda esa shohona uголокimizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda esa Xitoy mahsuloti penalkam bo'ladi. Boshqa darajada va bir Xitoy mahsuloti kraskalari diniq sepilgan bo'ladi, 100% MDF dan ishlangan bo'ladi. Bu qismga kiradigan bo'lsak, shunda 12 odamlik ratan stollarimiz va kocharkalarimizni qo'yib berganmiz.